Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzumiz Mirzo Ulug'bek hayoti va falsafiy qarashlar. Endi Mirzo Ulug'bek hayoti haqida sizlar ancha bilimga egasizlar. Men qisqacha Mirzo Ulug'bekning falsafiy qarashlari haqida qisqacha izohlab beraman. Ulug'bek hayotining butun hayotini belgilagan asosiy fikr bu ilmning ustuvorligi hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek mamlakatni 40 yil boshqardi. Mamlakatni tinch, adolat bilan boshqardi. Juda ko'p tarixda chuqur iz qoldirdi. Madrasalar qurdirdi. Bilasizlar, Buxoroda, Samarqandda, G'ijduvondagi madrasalar hozir ham barhayot. Buxorodagi madrasa peshtoqida ilm olish har bir mo'min va mo'minaning burchidir. Har bir erkak va ayolning burchidir degan salavasida ham u ilmga e'tiboridan davlat beradi. Aytishlaricha, bir rivoyat qiladilarki, Mirzo Ulug'bek Samarqanddagi rasadxona qurdirganidan keyin rasadxonaga keladi. U yerda ustozi Qo'zzolda Rumiy bilan uchrashadi. Rumiy yulduzlar harakati haqida gapirganda Ulug'bek aytgan ekanki, yulduzlarga qarab taqdirni emas, yulduzlarga qarab taqdirni emas, balki aqlni o'rganaman. Bu fikr Ulug'bekning ilmiy fikrga asoslangan dunyoqarashini albatta aks ettiradi. Ko'plab hukmdorlar, bilasizlar, saroy qurdirgan, siyosat bilan mashg'ul bo'lgan bir paytda Mirzo Ulug'bek o'z mablag'ini rasadxona, dorixona barpo etishga harakat qilgan. Bu esa uning ilm avvalo degan tamoyiliga amal qilganligidan albatta dalolat beradi. Bilasizlar, ham shoir, ham siyosat arbobi sifatida u tarix sahnasida juda katta iz qoldirdi. Temurizoda sifatida va Amir Temurning nevarasi bo'lishlik munosib ishni albatta biz bajarsak, albatta mubolag'a bo'lmaydi. Bir kuni shunday holat bo'ladiki, Mirzo Ulug'bek bilan Ali Qushchi uchrashib qoladilar. Shu vaqtda Ali Qushchi yulduzlarni kuzatayotgan, ya'ni yulduzlar balandligini o'lchayotganida Ali Qushchi noto'g'ri hisoblaydi. Noto'g'ri hisoblab qo'yadi. Shunda Ulug'bek bu holatni ko'radi va Ali Qushchiga aytadiki, ilmda xato qilish gunoh emas. Ilmda xato qilish gunoh emas. Ammo xatoni tuzatmaslik taqdirning eng katta yo'qotishdir. Shuning uchun, hurmatli talabalar, albatta ilmda xato qilish mumkin. Bu gunoh ish emas. Lekin xatoni tuzatmaslik eng katta xatodir. Ana bu narsani siz o'z hayotingizda ham bilib olishingiz kerak. Bilasiz, Mirzo Ulug'bekning eng mashhur asari bu. Ziji Jadidi Ko'ragoniy, ya'ni Ko'ragoniyning yulduzlar jadvali. Ana bilasizlar, 1008 ta yulduzning koordinatasini aniqlab, shu jadvallarni o'lchab, uni ellips olishi va hokazo mashhur asarni yaratdi. Va esingizdan chiqarmanglar, Ziji Ko'ragoniyni tuzayotganida avvalgi Yunon va arab allomalarining hisoblaridagi xatolarni tekshirib chiqqan va 1008 ta yulduz koordinatasini qayta o'lchagan. Qarang, 1008 ta. Har bitta yulduzni o'lchashda qancha vaqt ketgan? Balki butun umrni shu astrologiya, astronomiya, ya'ni borliq masalalarga bag'ishlanganligini ham biz albatta bilib olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Uning hukmronlik davrida Samarqandda bilasizlar, adolatli soliq tizimi, erkin savdo yoki ilmiy muhit yaratildi va u narsani aytdi. Masalan, Amir Temur kuch adolatdadir degan shiorni aytgan bo'lsa, Ulug'bek adolat bu davlatning ruhidir degan tamoyilni olib chiqdi. Bir askar shunaqa holat bo'ladi, bir askar nohaq soliq solingani uchun shikoyat qilib keladi. Shikoyat qiladi. Menga nohaq soliq solindi. Ulug'bek soliq yig'uvchini jazolab, askardan uzr so'raydi. Oddiy misol, ana shu jarayonni o'zi ham, ya'ni bu voqea uning adolatni shaxsiy manfaatdan ustun qo'yganini albatta yaqqol ko'rsatganini ko'ryapsiz. Hattoki bitta askar kelib shikoyat qilgan vaqtda soliq oluvchini jazolab, uzr so'rab askardan, ana shohni. Ana bu bevosita adolat g'oyasi ekanligini biz albatta bilib olishimiz muhim hisoblanadi. Ulug'bek, bilasizlar, dinga qarshi bo'lmagan. Aksincha ilmni
Allohni anglashning yo'llaridan biri sifatida bilgan. Bir marta ulamolar shunaqa bo'ladi, Ulug'bek rasadxonasini tanqid qiladilar. O'sha tanqid qilgan vaqtda Mirzo Ulug'bek shunday javob bergan ekan. Yaratilgan narsani o'rganish yaratuvchiga bo'lgan eng yuksak hurmatdir. Tushundingizmi? Ya'ni nima demoqchi? Bu uning diniy va ilmiy qarashlarini o'rtasidagi uyg'unlikni albatta ko'rsatadi. Endi hurmatli talabalar, xulosa qilib aytamanki, qisqacha Mirzo Ulug'bekning falsafiy qarashlari quyidagi tamoyillarga tayangan. Mirzo Ulug'bek aytyapti: ilm eng oliy qadriyat. Aql va mantiq haqiqatga eltuvchi yo'l. Insonni tarbiyalash bu jamiyatni o'zgartirish. Insonni tarbiyalasang, jamiyat o'zgaradi. Adolat davlatning bosh tamoyili. Koinot uyg'unligi ilohiy tartibning aksidir. Din va ilm bir-birini inkor etmaydi, balki bir-birini to'ldiradi. Demak, biz hozirgi yoshlar albatta ajdodlar ma'naviy merosini o'rganishimiz zarur. Mirzo Ulug'bekning bizga falsafiy qarashlari hozirgi kun uchun ham juda ahamiyatli hisoblanadi. Tarixni bilish bu o'tmishni va kelajak uchun qo'yilgan eng muhim qadamlardan biridir. Men o'ylaymanki, bugun qisqacha o'zingiz uchun albatta mavzudan xulosa chiqarasizlar degan umiddaman. Salom.